Endi 5 barmoq doktor Toshkentga boshqa viloyatlarga borish shart emas. O'zimizda Farg'ona shahrida ham shu narsani yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Abduvali aka, nima bu 100% otni qazisi bilan otni go'shi deyapsiz, to'g'rimi? 100% bexijolat. To'g'risi bu ovqat haqida men juda ham ko'p eshitganman, lekin o'zimizda Farg'onada Quvasoyda bo'lganiga to'g'risi xursandman, chunki bemalol kelib yeb ko'rsa bo'laveradi. Kelib mana tabiiy eng quvvatga boy ovqat deyshadi erkaklar shuni. Aka, ot qazi. Xudo xolasa ertalab nechidan nechigacha tayyorlab beramiz buni? Nechidan kelishsa bo'ladi? 10 dan 11 gacha bo'ladi. Yana bitta qiziq savol, bu ovqat qaysi xalqda, qaysi davlatda milliy ovqat hisoblanadi? Unchalik bilmas ekan. Aka, keling buni kommentariyga so'raymiz. Birinchi bo'lib topgan odamga nima sovg'a qilamiz? 2 kishilik mana shu ovqatdan sovg'a 2 kishilik kelib, Istanbul kafega kelib, shu ovqatdan bepul ovqatlanib ketsa bo'laveradi, 5 barmoqdan. Akalar, undan tashqari Istanbul kafeda 2-etajga banket uchun, oilaviy dam olish uchun shunaqangi zonalar qilib qo'yganmiz. Bemalol kelib, yangi yilda qanaqadir banketlaring bo'lsa, chiroyli qilib o'tkazishlar mumkin. Lokatsiyasi Quvasoy shahar, Ko'prik boshida Istanbul kafeda hammalarni kutib qolamiz. Videoga like bosib, bilganlar kommentariyaga yozib olinglar. 2 kishilik shunaqangi setimizda hammani kutib qolamiz.